Akalar, endi Li9, Aytoni, benzani hamma mashinalarni esdan chiqarsanglar bo'ladi. 2026-yilda eng cho'qqiga chiqadigan yangi modelimiz Matrons jigarga keldi. Xudo xolasa bugun mashinani obzorini ko'ramiz. Voy, o'lgur. Buni qarang-da. Uyimda ham bunaqa ko'p kameralar yo'q-da, bari. To'g'ri aytasiz aka. Siz mashinani xarakteristikasini yaxshi tushunasiz. Bo'lmasa siz mashinani polniy texnik xususiyatlarini gapiring. Men bo'lmasa dizayni bo'yicha gapiraman. Ushbu mashinamiz menimcha xarakteristikasi bo'yicha uncha mahluqlarning mazasini qochirsa kerak. Chunki kapotimiz tagida naq 523 ta ot kuchi bor. 100 ga 4 sekundda chiqadi. Akalar maksimal skorost 220 bo'ladi. Endi mashinani dizayni bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, mashinada splashnoy o'z odatiy bo'lgan dizayn, keyin qo'shimcha chiroqlar yana yonida, eng xit bo'lgan diskalar turibdi, stetoskoplari bor, lidarlari bor, eshiklari avtodver. Qo'lingizni buzoq tepkisi qo'ysangiz osilib ketadi. Orqa dizaynni ham boshqa mashinada ko'rmagansiz, o'ziga xos. Animatsiyalari mavjud, 3-4 xil animatsiyalari bor. Keyin pnevmatikasi bor, ko'rib turganingizdek hozir eng balandda turibdi. Obshipka qismimiz juda seryoziy materiallar ishlatilgan. Buni ushlab ko'rsangiz bilasiz. Akustika sistemasi brend, ruli juda neobычный ishlangan, qo'lga juda o'rnashadigan, ekranlari Full HD, qo'shimcha ekran yana bitta bor, qo'shimcha дополнительный akustika sistemalari, HDR display, Face ID'lari bor. Massajlar lekin вообще boshqacha ekan, odamni mazza qildiradi. Spampaga borib yurib, mana shu mashinani olish kerak. Eng mazza qildiradigan joyi akalar ikkinchi qatori bo'ladi. Qaranglar, xolodilnik bo'ladi, alohida klimat kontrol bo'ladi. Sidenalarni o'zidan massajlarni nastroyka qilsanglar bo'ladi. Mabodoga kino ko'rginglar kelib qolsa, monitor tushirib olib, sidenalarni to'g'rilab kino ko'rib ketsanglar bo'ladi. Bunaqa mazza qildiradigan mashina uncha joyda yo'q. Ko'rib turganingizdek, mashinada karaoke'lari bor. Mazza qilib keladi, karaoke'ga qo'yib kelsangiz bo'ladi. Agar mashinamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar, to'liq ma'lumotlarni beramiz. Endi yaxshi ko'ring.